Ramazon oyida ayollarning mehnatini qadrlamasak, to'g'risi noshukur bo'lamiz biz. Bizga qaraganda kamida yarim soat, 1 soat oldin uyg'onishadi. Biz va ota-onamizdan ko'rada. Nima uchun? Chunki saharlik tayyorlaymiz deydi. Kamida yarim soat oldin. Undan keyin idish-tovoq yuvish, bolalarni maktabga tayyorlash, ularni kuzatib yuborish, ro'zador holati yo ishga ketadi yo uy ishlarini bajarishni boshlaydi. Uyda ishlar juda ham ko'p bilasizlar. Endi bu narsalarni och qoringa ro'zador holatda qilishlik kamida 2 soat oldin iftorlikka harakat boshlaydi. Salat qiladi, pishiriq qiladi, yaxshiroq bir tansiq taom tayyorlaydi. Nimaga? Chunki Ramazonning shukuhi boshqa. Iftorlikni qilib bo'lganimizdan keyin biz erkaklar taroyih namoziga ketamiz. Ayollarimiz yana idish-tovoq bilan qoladi-da. Idish-tovoqlarni yuvib, endi ozgina dam olaman deb o'tirgan paytda biz taroyih namozidan kelamiz va onasi qorni ochsa choy-poy bergin deymiz. Ayollarni Ramazon oyida boshqa paytlarga qaraganda xizmatlari 2-3 barobar ko'payib ketadi. Biz qadriga yetishligimiz kerak. Onasi rahmat, umringdan baraka top, qo'llaring dard ko'rmasin, yaxshi ham bosan deb qo'yinglar. Bilmadim, bir hadiyalar, sovg'alar, shirinliklar nimadir ko'tarib kelaylik. Siz u bizni ota-onamizning xizmatini qilishyapti ular.